Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzumiz maxsus fanlarni o'qitishda o'qituvchi va talabalarning pedagogik muloqoti. Reja. Birinchi reja. Pedagogik muloqot tushunchasi va uning ahamiyati. Ikkinchisi, maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqotning o'ziga xos xususiyatlari. Uchinchisi, o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi samarali muloqot usullari. To'rtinchisi, pedagogik muloqotda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari. Beshinchisi, pedagogik muloqotni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalarning o'rni. Xulosa va tavsiyalar. Maxsus fanlarda pedagogik muloqot ahamiyati, pedagogik muloqot va uning o'rni. Pedagogik muloqot tushunchasining mazmuni. Pedagogik muloqot bu o'qituvchi va talaba o'rtasidagi o'zaro axborot almashinuvi, hamkorlik va tushunishni ta'minlaydigan jarayondir. Maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqot nafaqat bilimlarni yetkazadi, balki talabalarda mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu jarayon o'qituvchining didaktik mahorati, ochiqligi va talabalar bilan samarali aloqasi orqali amalga oshadi. Natijada ta'lim sifati va samaradorligi oshadi. Pedagogik muloqotning ahamiyati va natijalari. Pedagogik muloqot o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi ishonchli muhitni yaratadi. Bu muhitda talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda eta oladilar, savollarga javob olishadi va o'qituvchidan doimiy yordam ko'rsatishni his qilishadi. Natijada dars jarayonida faol ishtirok va ijodiy yondashuv kuchayadi. Bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish imkoniyati paydo bo'ladi. Pedagogik muloqotning asosiy jihatlari. Maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqotning asosiy jihatlaridan biri o'qituvchi va talaba o'rtasida ochiq va samimiy munosabatlarni shakllantirishdir. Bu orqali talabalarda darsga qiziqish, o'rganishga intilish va mustaqil ishlash ko'nikmalari rivojlanadi. Pedagogik muloqot jarayonida o'qituvchi o'zining bilim va tajribasini samarali yetkazib berishi, talabalar savollariga aniq va asosli javoblar berishi muhim. Bu esa o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi va o'zaro hurmat muhitini kuchaytiradi. Yaxshi yo'lga qo'yilgan pedagogik muloqot natijasida talabalarda ijtimoiy va kommunikativ ko'nikmalar shakllanadi. Ular o'z fikrini aniq ifoda etish va darsda faol qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa umumiy ta'lim sifatining oshishiga xizmat qiladi. Maxsus fanlarda muloqotning ahamiyati va roli. Pedagogik muloqotning asosiy tushunchalari. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi pedagogik muloqot. Maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqot o'qituvchi va talaba o'rtasida samarali axborot almashinuvi va o'zaro tushunishni ta'minlaydi. Bu jarayon orqali o'quvchilar bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradilar, savollar berish va muhokama qilish orqali faol ishtirok etadilar. O'qituvchi esa talabalarning ehtiyojlari, qiziqishlari, bilim darajasiga mos ravishda darsni tashkil etadi. Pedagogik muloqot natijasida ijobiy muhit yaratiladi va o'quv jarayonining samaradorligi oshadi. Maxsus fanlarda muloqotning o'ziga xos xususiyatlari. Maxsus fanlarni o'qitishda muloqot ko'proq kasbiy va amaliy yo'naltirilgan bo'ladi. O'qituvchi nazariy bilimlarni amaliy topshiriqlar va real hayot misollari bilan boyitadi. Talabalar o'z fikrlarini erkin ifoda etish, savollar berish va muammolarni birgalikda hal qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu esa kasbiy kompetensiyani shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Pedagogik muloqotning ta'lim jarayonidagi o'rni. Pedagogik muloqot o'quv jarayonida o'qituvchi va talabalar o'rtasida o'zaro hurmat va ishonch muhitini shakllantiradi. Bu muhitda talabalar o'z fikrlarini ochiq aytishdan cho'chimaydilar va o'qituvchidan kerakli maslahatlarni olishadi. Samarali pedagogik muloqot natijasida o'quvchilarning mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalari rivojlanadi. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi muloqot darslarni qiziqarli va interaktiv tarzda o'tishini ta'minlaydi. Shu orqali o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishi va motivatsiyasi oshadi, ta'lim jarayoni samarali kechadi.
Samarali muloqotning asosiy omillari va ahamiyati. Maxsus fanlarni o'qitishda o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali muloqot o'quv jarayonining muvaffaqiyatli kechishini ta'minlaydi. Bu muloqot orqali talabalar o'zlarini erkin ifoda eta oladi, savollariga aniq javob oladi va o'qituvchi tomonidan yo'naltiriladi. Samarali muloqot bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. O'qituvchi va talaba o'rtasida ochiq, ishonchli va interaktiv muloqot o'quv samaradorligini oshiradi. Pedagogik muloqotda samarali usullar va metodlar. O'qituvchi va talaba o'rtasida samarali muloqotni tashkil etishda interaktiv dars metodlari, savol-javob, guruhli muhokamalar, rolli o'yinlar va loyiha asosida o'qitish muhim ahamiyatga ega. Ushbu usullar o'quvchilarni faol ishtirok etishga undaydi, bilimlarni amalda qo'llashga yordam beradi va o'zaro fikr almashishni kuchaytiradi. Samarali muloqotni rivojlantirish yo'llari va natijalari. O'qituvchi va talaba o'rtasida ochiq muloqotni rivojlantirish uchun doimiy fikr almashish, talabalarning fikrlarini tinglash va ularga individual yondashuv muhimdir. Pedagogik muloqotda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish ham samaradorlikni oshiradi. Samarali muloqot natijasida talabalar o'z bilimlarini mustahkamlash, amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish va ijodiy fikrlash imkoniyatlariga ega bo'ladi. Bu esa ularning kelajakdagi kasbiy faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Maxsus fanlarda pedagogik muloqotning ahamiyati. Maxsus fanlarda o'qitishda pedagogik muloqot o'qituvchi va talaba o'rtasida bilim almashinuv va o'zaro tushunish va rivojlanishning asosiy omilidir. Muloqotda yuzaga keladigan muammolar esa o'quv jarayonida tushunmovchiliklar, motivatsiyaning pasayishi, o'quv natijalarining yomonlashuviga olib kelishi mumkin. Pedagogik muloqotda uchraydigan muammo turlari. Maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqotda turli muammolar uchrashi mumkin. Bular orasida axborotni noto'g'ri yetkazish, o'zaro ishonchning yetishmasligi, til va madaniyat farqlari, shuningdek psixologik to'siqlar mavjud. Bu muammolar o'qituvchi va talaba o'rtasidagi samarali aloqani buzadi va o'quv jarayonida qiyinchiliklar tug'diradi. Muammolarni bartaraf etish yo'llari va takliflar. Pedagogik muloqotda muammolarni bartaraf etish uchun avvalo ochiq va do'stona muhit yaratish lozim. Axborotni aniq va ravon yetkazish, murakkab tushunchalarni sodda tilda tushuntirish muhim ahamiyatga ega. Muloqotda yuzaga keladigan psixologik to'siqlarni bartaraf etish uchun muntazam ravishda trening va mashg'ulotlar o'tkazish, emotsional intellektni rivojlantirish va muammolarni birgalikda hal qilish usullarini qo'llash tavsiya etiladi. O'qituvchi va talaba o'rtasida zamonaviy muloqot. Maxsus fanlarni o'qitishda pedagogik muloqotning samarali tashkil etish uchun zamonaviy texnologiyalardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Onlayn platformalar, interaktiv ta'lim vositalari va virtual sinflar orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasida ochiq, samarali hamkorlik vujudga keladi. Bu esa bilimlarni chuqurroq o'zlashtirish, mustaqil fikrlash va savol-javoblar orqali o'zaro muloqotni rivojlantirish imkonini beradi. Zamonaviy texnologiyalar orqali muloqotni kuchaytirish. Pedagogik muloqotni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar, xususan video darslar, elektron ta'lim platformalari va onlayn forumlardan foydalanish muhim rol o'ynaydi. Ushbu vositalar yordamida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi muloqot yanada interaktiv va samarali bo'ladi hamda har bir talabaning o'ziga xos ehtiyojlari inobatga olinadi. Pedagogik muloqotning rivojlantirishning asosiy yo'nalishlari. Birinchi yo'nalish interaktiv platformalar orqali o'qituvchi va talabalar o'rtasida muntazam aloqa o'rnatish. Ikkinchi yo'nalish zamonaviy texnologiyalar yordamida talabalar bilimini baholash va fikr almashish imkoniyatlarini kengaytirish. Uchinchi yo'nalish virtual sinflar va onlayn seminarlar orqali talabalarning mustaqil fikrlashini rag'batlantirish. Pedagogik muloqotda xulosalar va tavsiyalar. Maxsus fanlarni o'qitishda o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi pedagogik muloqot o'quv jarayonining sifatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Samarali muloqot natijasida talabalar bilimlarni chuqurroq o'zlashtiradilar, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. O'qituvchilar esa o'quvchilarning ehtiyojlari va qiziqishlarini hisobga olib, individual yondashuvni takomillashtiradilar. Muloqotni rivojlantirish uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash tavsiya etiladi. Pedagogik muloqotni takomillashtirish yo'llari. O'qituvchi va talaba o'rtasidagi ochiq va samimiy muloqot muhitini yaratish uchun o'qituvchilarga faol tinglash, savollarga ochiq javob berish va har bir talabaga individual yondashishni tavsiya etish mumkin.
Muloqotni kuchaytirish bo'yicha amaliy tavsiyalar. O'qituvchilar muntazam ravishda o'z pedagogik mahoratini oshirib borishlari, yangi metod va texnologiyalarni o'rganishlari zarur. Talabalar uchun mustaqil fikrlash va o'z nuqtai nazarini erkin ifoda etish imkoniyatlarini yaratish lozim. Pedagogik muloqotni rivojlantirishda zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish tavsiya etiladi. Hurmatli talabalar, bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat.